fikrlaringizni bilmoqchiman mana shu holatlarga. Bitta misol bilan javob bersam maylimi shularga? Albatta. Tarixiy misol bilan. Qorun degan odam o'tgan tarixda Musa alayhissalom davrida. Musa alayhissalom Bani Isroil qavmidan kelasi ham, qarindoshligi ham bo'lgan bilan ikkalasi. Jigarligi ham bo'lgan, qaysidir ma'noda yaqinligi bo'lgan. Qorun Musa alayhissalomdan dunyo so'raydi, Allohdan so'radi, boy bo'lib ketsang, mendan zo'r bo'lmasin, Bani Isroilda puldor odam bo'ling. Xullas Alloh taolodan Musa alayhissalom so'rab beradilar. Endi Qorun boyib ketadi, kuchayib ketadi, hali aytganingizdek oligarx bo'lib ketadi. Dunyo ko'p, maishat zo'r. Eski hayotini esdan chiqarib qo'yadi. Kim eding, kim bo'lding? Yetim yesirlarga zakotini vermaydi. Qarindosh urushini uzvoradi avlod bilan. Mensimay qo'yadi. Bundan ichida gaplashang bo'lib qoladi. Hattoki Musa alayhissalomga tuhmat ham qildiradi. Bir fohisha xotinni o'rtaga solib, Muso menga tejolik qildi aytasan deb haligi fohisha xotinni qo'liga 3-4 so'mni berib, men fohisha-ku. 3-4 so'm bersa yolg'on guvohlik beraveradi. Musoga tuhmat qilganda Musa alayhissalom Qorunni qarg'aydilar. Yer yutsin seni deb. Qorunni yer yutib yuboradi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qorun haqida aytadilarki, Qorunni qiyomatgacha har kuni bitta terak bo'yi miqdoricha yer yutadi degan ekanlar. Qarang, Musa alayhissalomning davrlariga bir 5000 yildan oshib ketgan bo'lsa, 5000 yildan beri Qorunni terak miqdorida yer yutyapti qiyomatgacha. Hali yetib borgani yo'q manzilga. Nima demoqchiman? Mana shunda ertangi oldingi o'tmishini esdan chiqarib qo'ygan, ko'rmagani ko'rgani qursin deydi-ku. Birdan bo'lib qolganlar bor. Birdan kuchayib ketdi. Salom alaykum nasiya qilib, qarindosh ularni bordi keldini borish yo'q. Eshigini tegib olsa ikkitala ahrani kiromiz soldiga. Telefonni olmaydi. To'y hashamlarda, janozalarda kelmaydi. Odam mensimaydi. Kuchayib ketdi dedi. Bu dunyoni ko'tarish ham bir jasorat. Najmiddin Kubro aytgan ekanlar, Valiyulloh zot, Najmiddin Kubro. Valiyulloh zot. Chingizxon aytgan ekan Xorazm kirmasdan oldin. Najmiddin Kubro o'zi bilan 100 ta odam olib ketsin. Tenimiz rozimiz deganda vatanni tashlab qochmagan ekan. Najmiddin Kubro. Qo'rqoq qochadi vatanni tashlab. Men qochmayman degan ekanlar. Va Chingizxon askarlari tomonidan shahid bo'lgan bu odam. Shu ulug' zotning bir so'zlari bor. Sen dillar, dunyoning ichiga kirgan dillar. Lekin dunyo sen ichiga kirib qolmasin dillar. Baqalab ketadi-da, po'rtillab ketadi.